O'zi hovlimda gul ekishga umuman joy yo'q. Lekin shunda ham hissiyotlarim bugun uyg'onib ketgani uchun qaranglar qancha gullarni olib keltirib qo'yganimni. Mana bu xrizantema bo'ladi. Buni vaqtinchalik ekamiz. Qor yog'ganda уже gullari sarg'ayishni boshlaydi. Undan keyin olib tashlayman. Lekin mana bu davomiy bizani hovlimizga o'rnashadi. Juda ham chiroyli. Bu atirgulimizni qarasanglar bo'ladi. Noodatiy orqa rangi ochiqroq rang va ichi mana juda ham chiroyli to'q rozoviy rangi. Bular hammasi ko'rib tursanglar bo'ladi, litsenzirованный atirgullar bo'ladi, ya'ni har birini o'zini maxsus litsenziyasi bor. Ya'ni buni faqat bitta odam ishlab chiqaradi Yevropada. Va qolganlar bizga o'xshaganlar ulardan sotib olib, dalshi sizlarga uyingizga yetkazib beramiz. Va undan tashqari mana Gartensia paniculata vanilla fries ekaman deb orzu qilib qo'ygan edim. Nimaga? Mana buni ko'rsatinglar, juda ham chiroyli. Qaranglar, rozoviy bo'ladi, uchlari oq bo'ladi. Lekin hozir ko'rinishi oddiy holatda nimaga? Chunki bizni Gollandiyadan o'simliklarni olib kelganimizda transportirovочный tuveliga ekiladi. Mana kichkina tuve. Bu tuveda oziqa unga yetarli emas. Lekin albatta hovliga yerga ekilgandan keyin bu juda ham boshqacha shaklga kiradi. Mana siri. Ya'ni gul olotganingizda unga qarab baho bermanglar. Chunki u transportirovочный tuveda bo'ladi. Beta oziqa kam. Yerga eksanglar oziqa yetarli va u nima deydi? Juda ham chiroyli gullashni boshlaydi.